Assalomu alaykum. Mana gazabloylarimiz chiqarilyapti, avtomat liniyalari bizda. Mana hozir avtomat liniyalari bizda mana sushurkarimizni ichiga bir qator ko'rsatib mana yoshlarimiz. Ba'dagi holatlari mana turgan holatlari. Yoshlarimiz xudo xolasa 24 soat kesilishi bilan turishi bilan ertangi kun olinadi bu ishlarimiz. Qishda emasda mana gazabloylar qo'yilyapti. Shunaqa gazabloylar kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Ekranda nomer qoldirib qo'yamiz. Bu avtomobillarimizdagi gazabloylarimiz 500D, 600D markali yoshlarimiz chiqadi. Zakasni bo'lib chiqadi. Yoshlarımizda sifati a'lo darajasi, sertifikatlari bor. Xudo xolasa behijolat bu liniyani bizda ishlaringizni ko'radi. Chorqirasi juda a'lo darajada, razmerlarimiz mana tikka, xudo xolasa. Razmerlarimiz tikka. Shunaqa gazabloylar hamma joyda ham bor bas. Sifati a'lo darajada garantiya beramiz degan g'ishlar kamdan kam. Shuning uchun g'ish olishda adashmanglar. Gazabloylar sifati a'lo darajada. Bir poddesh qilib qo'ysalar, xudo xolasa like bosib sizlar bilan xudo xolasa yaxshi kunda ko'rishamiz. Mana g'ishlarimiz. Qishda emasdan, yozda emasdan sizlarga xizmat qilamiz xudo xolasa. Assalomu alaykum. Avtomat liniyamizdagi kechagi holat bilan bugungi holatni mana ko'rsak, mana parlarimiz chiqyapti, mana g'ishlarimiz. Avtomat reysga kesilgan g'ishlarimiz kechagi holat bilan bugungi holatni solishtirsak, bir xil 24 soatli g'ishlarimiz, xudo xolasa mana liniyamizdan chiqib bo'shatilyapti qoliplar, yangi quyilish jarayoniga harakat bo'lyapti. Kimga shunaqa g'ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, efirda nomerlarni qoldirib qo'yamiz ekranlarga. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa behijolat mana g'ishlarimiz yetadi hammaga. Like'lar bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalarga katta rahmat. Telefon nomerlarini ekranga qo'yib qo'yamiz.